Hammaga assalomu alaykum. Bir tanishimiz iltimos qildiki, aka bir uzunimizni qarab qo'ying deb. Mana keldim qarashga. Ahvol juda achinarli. Juda achinarli. Полный buket kasallik. Полностью. Daraxt ham kasallangan, uzum ham kasallangan. Bu uzumimiz Avatar. 24-yil bu payvand qilingan uzum. Shu. Endi maqsad kim topadi shu uzumning nomini? Zo'r uzum lekin-da. Endi bu ruschasiga "Moyo serдце", original nomini kim biladi? Aytib o'rsin. Kommentariyga yozib qo'ysin. Xullas nima demoqchimanki, ko'p kishi o'ylaydiki, shu uzumni ko'chatni ekdimmi, o'zi chiqadi, o'zi qirqiladi, o'zi qirqilib taraqqa tushadi deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas, xato. Uzum xuddi yosh boladay. Uni shakllash kerak, qarash kerak, ozuqa berish kerak, e'tibor berish kerak. Agar e'tibor bermasangiz, ana shu ahvol bo'ladi. Ana sizga rezultat. Keyin yig'ilishadiki, aka, unchalik mazasi yo'q. Undaqa, bunaqa. To'g'ri-da. Qaramasangiz ana shu ahvolda bo'ladi-da, ana qarang. Charchagan holda. Buni nimasini qarab turaman endi? Achinaman-da. Biroz achinaman. Ana shu ahvolga keltirganlar uchun. Yo o'zimiz vinovat. Yo bu odam vinovat. Yo payvand qilgan odam vinovat. Ana achinarli hol. Endi nima demoqchimanki, agar shu bu mesni uzumga payvand qilingan uzum. Mesni uzumga payvand qilingan uzum. Ko'ryapsiz donatlarni? Bu juda zo'r uzum lekin-da. Qurib qolibdi. Qaramaganligi uchun-da. Жалко. Жалко. Ana sizga ahvol. Endi buni ustiga ishlash kerak endi. Bir kun emas, 2 kun emas, 3 kun, 4 kun, bir hafta buni o'ylab qarab chiqish kerak. Bu tuzatish kerak. Bunday qo'yish mumkin emas. Обязательно.